Nima uchun kitob o'qisak eslab qolishga qiynalamiz, lekin qanaqadir kino ko'rsak yoki klip ko'rsak eslab qolishimiz juda ham oson bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, tushuntiraman. Tasavvur qiling, qanaqadir klip ko'ryapsiz va klipda Aziz degan bitta bola o'ynayapti. U Azizni qanaqa mashina minishi, uyi qanaqaligi, uzunmi, pastmi, semizmi, ozg'inmi, qo'lidagi telefoni qanaqa, kiyadigan naskisigacha har bitta obraz detal ko'rsatiladi. Kitobda esa faqatgina Azizning ismi bor xolos. Siz qanchalik ko'proq ma'lumotni tasavvur qila olsangiz, ya'ni o'sha tasavvur qilib o'sha ma'lumotni ko'ra olsangiz, ma'lumot miyangizga yaxshiroq saqlanadi va yaxshiroq eslab qola olasiz. Agar u ma'lumotni qanchalik tasavvur qilishga qiynaladigan bo'lsangiz, ma'lumot shunchalik esingizda qolishi qiyin bo'ladi. Buni biz mnemonikada ma'lumotlarni tezroq, osonroq eslab qolishga ishlatamiz. Agar mnemonikani nima ekanligini va mnemonikadan qanday qilib to'g'ri foydalangan holda xotirangizni kuchaytirib, istalgan ma'lumotni tezroq, osonroq eslab qolmoqchi bo'lsangiz, 18-iyun kuni bir kunlik mnemonikadan qanday qilib to'g'ri foydalanish haqida master klass o'tyapman. Master klass mutlaqo bepul. Faqatgina bir kun bo'ladi. Qo'shilish uchun Instagram sahifamdagi o'sha bio qismida havola turibdi. O'sha havola orqali o'tib, Telegram yopiq guruhga qo'shilib olsangiz bo'ladi.